Shoshilinch xabar: Real Madrid muxlisi bo'lsangiz, hoziroq mening Real Madrid kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Batafsil tushuntirib beraman. Real Madridga Jose Mourinho kelishi juda ham aniqlashib bormoqda. Fabrizio Romano aytishi bo'yicha, Real Madrid to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni operatorlari boshlagan. Jose Mourinho bilan jamoatchilik razryadlariga qaramay muzokaralar davom etmoqda. Jose Mourinho o'z jamoasi bilan birgalikda Real Madrid bilan muzokaralar olib bormoqda. Benfica aloqalarni xabar va Florentino Peres qarorini kutmoqda, chunki Portugaliya klubi Mourinhoni saqlab qolmoqchi. Lekin hammasi Real Madridga bog'liq. Peres tugmani bosishiga buni amalga oshirishni qaror qilsa, Jose Mourinho Real Madridga keladi. Endi Florentino Peres qo'lida. Qaytarsa qaytaradi, ha yoki yo'q. Jose Mourinho hal qiladi buni. Ha desa ha, yo'q desa yo'q. Real Madridga keladi yoki yo'q. Florentino Peres hal qilish kerak bu narsani. Sizning fikringiz qanday? Real Madridga kelish kerakmi yoki kelmagani yaxshimi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Menimcha kelsa endi sal ham yaxshilashib qolsa kerak endi. Asta-sekinlik o'z joyiga tushib qolsa kerak Real Madrid. Kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarni ham chiqarib boraman.